Assalomu alaykum aziz san'at shaydolari, aziz ishqibozlar. Bor bo'linglar doim. Sizlar bor ekansizlar. Hofizlar Omati Alloh bersin. ashula aytadi. Sizlar bo'lmasanglar kimga aytadi? To'g'rimi? Mana Dostonbek Dostonbek zo'r bola, yonimda mana. Yoriyap, mana dedi. To'yda xizmatida ekan, mana men mehmonga keldim mana. Dostonbek mana dedi. Zo'r. To'ylarni chiroyli o'tkazadi. Biz xursandmiz biz. Doim xursandmiz. Biz bir marta uchrashishimiz emas. Bir necha uchrashganmiz. To'g'rimi? Men ijrolaringizni ko'p ko'rganman. Duo qilganman doim. Tan joningiz salomat bo'lsin. Avvalambor ulug' ustozimiz joylari jannatdan bo'lib oxiratlari obod bo'lsin. Farzandlari juda uzoq umr ko'rishsin. Shularni barcha ustozlarning qo'shiqlarini ijro etyapsizlar. Sevib, yaxshi ko'rib, haqlarini ijro qilyapsizlar. Hayır, dua bo'lyapti. Dostonbekga, Dostonbekga. Joningiz salomat bo'lsin. Ukamiz yulduz bo'lsin. Uzoq bo'lsin. Sizni biz qani katta sahnalarda ko'ramiz. Xalq ichida elga aziz bo'ling. Rizqingiz ulug' bo'lsin. Turli tuman ofat va kulfatlarni Alloh o'z panohida asrasin. Sizda hech qachon qiyinchilik ko'rmang, kasal bo'lmang, doimo xalqning ichida bo'ling. O'sha xalqning eng sevimli xonadasi bo'ling. Rizqingiz ulug' bo'lsin. Alloh